Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana hozirgi kunimizga 2026-yil 13-iyunda turibmiz. Hozir kunlar nihoyatda isigan payt. O'shaning uchun bizda ukrop, kashnich, jambil, shunga o'xshagan narsalarni ekib ko'kartirib olish qiyin. O'shaning uchun biz hozir doimiy bunday qilib yonlarga xodalarni ko'rib, mana ko'rib turganlaringdek ipni tortib setkani yopib qo'ydik. Hozir setkani tayda chiqarib olamiz. Setkani tayda hozirgi rosa 13-iyun bo'lsa rosa kunda isigan payti. O'shaning uchun hozir ko'katni kashnich ko'riklarni chiqarib olish kerak. Shuning uchun biz mashinada chiqarib olamiz. Shunda rosa haligi kashnichga ham bir ishtiyoq bo'lgan paytda mana shu kashnichlar chiqadi. Shuning uchun quyosh nuridan saqlash uchun biz quyosh mana qilib hozir qora setka yopib turib, hozir endi sug'arish nimasini setkasini yopdik. Endi xudo xolasa sug'arsak, undan keyin chiqib oladi. Mana shunaqa qilib, agar kashnich ukropni chiqara olmayotgan bo'lsalaring, xuddi mana shunaqa qilib tepasiga setka yopsangiz, bemalol bexato chiqadi. Shunday ham narxi ham yaxshi bo'ladi. Obunachilarim, agar kashnich ukrop sepadiganlar bo'lsa, xuddi mana shunaqa qilib setkani tayga sepsalaring, bexato chiqadi. Dekochilaring ham yaxshi bo'ladi. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga bir tavsiyam, sog' bo'linglar.